Jaloliddin Rumiy yana bitta misol olib keladilar. Bu gapni bir ustoz ahli ilmlar ham aytib o'tib ketishdi. Jaloliddin Rumiy haqida gapirilganda shu maqomga to'g'ri kelib qoldi endi. Shu Afg'onistonda Mahmud G'aznaviy degan podshoh o'tgan. Mahmud G'aznaviy odati yarim kechada chiqib aylanib ra'iyatni holini so'rar ekan. Birorta ish bo'ldimi, nima bo'lyapti, kim qiynaldi, qanday yordam berish kerak degan holatda aylanib yurar ekanlar. U ish Hazrati Umar roziyallohu anhuda ham bor edi. Bir kun yarim tunda soat 2 mi, 3 mi o'sha paytlarda chiroq yo'q, yorug'lik yo'q. Nari borsa bitta miltillagan o't yoqadi yo shamchiroq, mash'ala. Keyin podshoni ko'radigan televizor, telefon ham yo'q. Birov tanimaydi. Chiqib borib ketaysalar, bir joyda bejo bo'lib bir 4-5 ta odam o'tirib olib, o'tda atrofda o'tiribdi. Sharpasini bildirmay sekin quloq solsa, o'g'rilar ekan. Ha bo'ldi debdi-yu, sekin borib shunda ichlariga o'tirib olibdi. Sen kimsan deysa, men ham sizlardanman debdi. Ha o'zimizdan ekan, o'zimizni o'g'rilardan ekan debdi. Bilamiz o'g'rilik harom ish. Keyin bo'pti, o'g'rilik qilishdan oldin birorta hunarimizni aytaylik deb, sen nima hunaring bor deb tasdan so'rasa, men debdi sirtmoqda bitta otganimda har qancha balad joyga ham bitta deyilib qo'yaman debdi. Shunday chiqib boramiz debdi. Ikkinchisi aytibdiki, men turpoqni shunday qo'limga olib hidlasam, tayida xazina bor yoki yo'qligini bilaman debdi. Hunarni qarang, o'tkirligini. Ha bilasalar-ku deydi, deydi, u turpoqni ichiga olib kirib kelsa, juda ham kichkina olib kirib ketgan Jaloliddin Rumiy. Lekin biz qaytib chiqaveramiz. Majnun Laylini go'rini o'ligini go'rini turpoqdan hidlab bilgan ekan. Oshiqligi shunchalik bilgandan deydi. Nargisiga yana sen nima qilasan desa, har qanaqa holatdagi narsani teshib o'tib ketaman debdi bitta o'g'ri. Yana bittasi sen nimani bilasan desa, men it xursa nima deyotganini bilaman debdi. Yana bittasi sen nima hunaring bor desa, men yarim kechasi ko'rgan odamni ham kunduzi ko'rgandek esimda, zehnimda qoladi. Juda ham zehnim o'tkir debdi. Podshoga navbat keldi. Sen nima hunaring bor deysa, sizlarda hunarlaring zo'r ekan-u, meniki unaqami, unaqa emasmi bilmadim-u. Meni deydi, shu dorga osilayotgan odamlarni oldida soqolimni qimilatsam, dorga osilmay qoladi debdi. Haligi o'g'rilar aytarmishki, hammamiz ishimiz dorga olib boradi debdi. Do'zaxga boradi degan ma'noda, hammamiz ishimiz dorga olib boradi debdi. Lekin seniki dordan qutqarib olar ekan. Sen bizni avliyomizsan, rahbarimizsan deyishibdi. Xo'p, nima qilamiz desa, Mahmud G'aznaviyning xazinasiga tushamiz deyishibdi. Hammasi ketyapti. Yo'lda ketayotsa, it xuribdi. It xurgan ekan, haligi itni tilini biladigan aytarmishki, birodarlar bir gap aytaman. Ammo ishonmaysizlar-da gapimgadirmish. Ha nima deysan deb shuna desa, it aytayaptiki, ichlaringda bittasi podsho deyaptidirmish. Qarang. She'rlardan bittasi aytamchi, bekorda aytibsan podsho uxlayapti debdi. O, issiqqina joyda uxlayapti. Podsho nima qiladi ichimizda? Sirtmoq otdi, birisi oshib o'tdi, topdi, oldi, xazinani omarishdi, olib chiqib, tarqatishib, bo'lib olishib, tarqab ketishdi. Podshoh borib tonggacha kutdi. Bir qator uxlab, tong otgandan keyin bir shaplarda, "O, senlar, qaqa qarashyapsan? Xazinani omarib ketdi-yu, beparvosanlar. Oylik beryapman senga. Oylik bergan joyga xiyonat qilmaslik kerak. Xushyor bo'lib qarash kerak. Oylik beryapman senga" debdi. Haligi joyda hammasini olib kelibdi, dorda ostiga qator qilib terib qo'yibdi. Hammasi dag' qaltiraydi deydi. O'ldigida. Pul o'lsin, mol o'lsin, nafs o'lsin deyapti. Haligi joyda kechasida ko'rib, shunday bir ko'rganda ham kunduzda ko'rgandek tanib qoladigan odam xotirjammish. Haligi joyda sheriklariga qaytib, birodarlar, kecha hamma o'z hunarini ko'rsatuvdi, men ko'rsatmadim debdi. Kecha turganimizda ya'ni it qurganda aytib berdi-ku, xuddi gapi to'g'ri, bittamiz bu podsho debdi. Narigilar ham sal qo'rqmay qolishibdi. Keyin haligi podshoni tanib qolgan odam bir narsa qilib, jur'at qilib podshohlar kecha hamma hunarini ko'rsatdi. Ammo ba'zi birimizniki hunarimiz kecha ish bermovdi, bugun ish beryapti. Kecha ko'rganimizda ichimizdagi bittamiz sizni deysiz, aniq tanib turibman deb shuna desa, ha, menidim debdi. Mirshavlar aytishki, bularda osib oraylik, deysak, hujjat kerak oslikka desa, men hujjat debdi podshoh. Men shaxsan o'zim hujjatman debdi. Chunki billa ular o'g'rilikni men bilan qo'shilib qilishdi. Haligi joyda podshohni tanib qolgan aytarmishki, podshoh olam,
yana sizni hunaringiz ham kecha ish bermagan edi, bugun ish beradi endi. Soqolingizni qimillating, dordan qutulib ketaylik deyishdi. Mayli, soqolimni qilmilataman, jordan qutulib ketasizlar-u, qasam ichsam bundan keyin bu harom gunoh ishni qilmaysan debdi. Onda qasamni ichishib, va'daga qo'l berishdi, xo'p deb chiqib ketishdi deydi. Jaloliddin Rumiy go'zal misol bilan bizga tanbeh beradi. Aytadiki, bu dunyo shunaqa zulmat deydi. Sizni biz shunaqa uxlab yuribmiz xolos. Bu dunyoda hamma uxlayapti deydilar Payg'ambar alayhisalom. O'lsak turilamiz deydi, uyg'onamiz deydilar. Hammamiz uxlayapmiz ekanda, haq bilan nohaqni ajrata olmayapmiz. Gunoh bilan savobni ajrata olmayapmiz. Ajratdi degan odamga ham e'tibor bersangiz, o'sha gunohsiz ustida turibdi-da. Nasihat qilib keliningni haydama desa, bor deb haydab yuboryapti. Urushmagan desa urushyapti. Pulini haqqini berib qo'ysa bermayapti. Bilib turibdi hamma yo'qdi. Lekin ko'zi ko'rligi shu ishlarni qildirmayapti. Shu podshoh nima qildi desa, podshoh hamma yoqqa qodir bo'lib turib ham deydi, Xudo orqaga surib qiyomatga qo'yyapti sizni bizni gunohimiz deydi. Bu podshoh yarim kechada ishini eplolmaganligi uchun tonga qoldirgandir. Lekin podshoh haqiqiy hozir hal qilib qo'yishga qodir edi, lekin gunohimizga bugun jazo bermayapti deydi. Qiyomatga olib qolayotganligi, gunohingizni hammaga oshkor bo'lmayotganligi sizni g'ururlantirib qo'ymasin, aldab qo'ymasin. Ko'zingizni oching, gunohdan tiyiling demoqchi deydi. Yana bitta misol deydi. E'tibor bergan bo'lsak, qilayotgan gunoh ishlari hammasiniki avvalo o'g'irlik, harom ish deydi. Qolaversa deydi, unga o'xshagan mohir ustalar hech qayerda yo'q deydi. Eng kuchli o'g'ri bo'lar ekan o'zi. Rasa hunari bor bo'lsa-da, eng zo'r hunari ham nima qildi? Dorgoh bordi ular, do'zaxga bordi. Chunki harom ish edi. Dunyodan sen hunaringni haloldan qil, haromdan qilma deb nasihat qiladi. Endi gapini so'ngida Jaloliddin Rumiy aytadilarki, eng katta nasihatni aytaymi navbatda desa, bilasizlarmi, dordan kim qutqardi ularni deydi. Podshohni tanigan qutqardi deydi. Xudoni tanisang, Xudo seni qiyomatda qutqaradi demoqchiman men deydi. Demak, bu dunyoda sen podshohni tani. Bu dunyoda podshohi haqiqiy Alloh taolo bo'ladi. Allohni tanisang, undan qo'rqsang, aytganiga xo'p desang, qilmadiganidan to'xtasang, uni habibi rasuliga yursang, rasulini gaplarini gapirayotgan ahli ilmlarda yo'liga yuradigan bo'lsang, Xudoni taniganing shu. Xudo seni tanigan bo'lgandan keyin demak seni qutqarib qoladi deydi.